Assalomu alaykum. Bu jentramiz kompleks xizmatlariga keldi. Bu mashinamizni xudo xolasa bir haftani ichida 24 ta xizmatlari bor ekan. 24 ta xizmatlarni bir joyga o'zdi, cho'tki qilib bitirib berdik. Bu mashinamizni shunaqa yaltillab, blesk bo'lib turishiga sabab 3 etapli professionalniy polirovka qo'shimchasiga keramikalargacha qilib beramiz. Tashqi ko'rinishida faqatgina shunaqa narsa qilindi bo'ldi. Keyin buni motorlari вообще dabdala bo'yotdi-da. Motorlarni полностью yengitdek qilib mana bunaqa chiska qilganmiz, ko'rasizlar. Yengidek bo'lib qo'ygan mashinamiz. Bu mashinamizga yana qilingan ishlar 2022-yilda boshlarida bilsanglar, oddiy pavorotnik chiqqan. 2023-yildan boshlab mana bunaqa yangicha pavorotnikdan chiqqan. Shunaqa pavorotniklarni ham qo'yib berdik. 4 ta Nexon yaxshi balonlardan ham taqdik. Polniy mashinamizning 4 ta amortizatori tegidagi hamma ashqal-dashqallari, hadovoylarigacha polniy o'zimizni bitirib beramiz. Krugovoy tonirovkalarni urdik. Mana bilsanglar, bakovoy mana bunaqa joyda gilansiy, matviy bo'ladi. Biz gilansiy qilib berdik. Stoykalarigacha gilansiy qilamiz. Ana burchakligilari bilan birga. Oldiga sonsiz zashtni plyonka urdik, 14 sm kaziroklarni ham urganmiz. Krugovoy tonirovka yaxshi firmaning tonirovkasidan urganmiz. Mana ichidan ko'rinish. Ko'rasizlar mana? Yarki bir xil bo'lgan, umuman ajralib qolmagan. Bunga qilgan ishimiz polniy salon laminatsiyalarni qilganmiz. 4 ta eshigini shumizolyatsiya qilib, 4 ta eshigiga yaxshi gerts kolonkalardan ham qo'yganmiz. Poliklarni ham ko'rasizlar, yangi dizaynda, yangicha material poliklarni ham o'zimiz qilib berganmiz. Malibu rul toza original, polniy knopkasi fulligi, ko'rasizlar. Xitoy emas bu, toza original. Malibuniki, Dubaydan kelgan Malibu seri bo'lgan. Buni anatomiya qilib turib, polnisya qoraytirib berganmiz. Malibu ruli toza original anatomiya rulini taqqanmiz. Malibu bar, nikel brendi asosida chiqadigan, birga bir tushadigan, umuman kinat qilmaydigan yaxshi Malibu bardan ham qo'yib berganmiz. Bunga keyin inspektor radarlarigacha ham qo'yib berganmiz. Keyin bunga yana qilgan ishlarimiz bagajda gaz bor ekan. O'shani hisobiga gazim ko'rinmasin deganlar uchun. Endi gaz borligi bilinadi, lekin mana bunaqa akkuratniy bo'lib turmaydi, ko'rasizlar. Akkuratniy qilib, mana shunaqa poliklargacha qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa kompleks xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizga olib kelinglar, ishinglarni chiroyli qilib, zo'r qilib, cho'tki qilib bitirib beramiz. Buni dazi korobka moy, motor moylarigacha o'zimiz almashtirib berganmiz. U yoqqa bor, bu yoqqa bor qilib o'tirmaysizlar, tanishinglar bo'lsa, jo'natib tashlaylar. Xudo xolasa akkuratniy qilib, sifatli qilib, ishlikisini zo'r qilib bitirib beramiz. Bitta joyi o'zida hamma narsa bitib ketadi. Yugur-yugur qilib o'tirmaysizlar, biz o'zimiz yugurib, hamma narsalarni cho'tki qilib bitirib beramiz. Tonirovka, polirovka, keramika, broni plyonka deysizlar, balon kerak deysizlar, hadovoy, даже motor moy, korobka moy, saloniga keladigan bo'lsa, deyarli hamma narsalarga qo'limizdan keladi. Hamma narsani cho'tki qilib bitirib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelaveringlar. Ishinglarni chiroyli qilib, zo'r qilib, akkuratniy qilib, cho'tki qilib bitirib beramiz. Yani keramikani effektini ko'rasizlarmi? Oyna bo'lib qo'yganini qaranglar, shisha bo'lib qo'ygan. Xudo xolasa gidrofoblari ham zo'r, suv turmaydi, xudo xolasa changlar turmaydi. Uncha-munchaga maza qilib, qop-qora qilib yuraveradi akamiz. Kompleks xizmat. Bemalol tanishlarga jo'natib tashlanglar. Xizmatli bo'lsa kelinglar, chiroyli qilib ishinglarni zakonniy qilib bitirib beramiz.